Qodir Alijon, Krasnoy ploshadda mazza qilib aynaldik. Endi bir qorinchani g'amlasak, bizlarda restoranga edi. Normalniy restoranga, tushundingmi? Ofitser, ofitsant. Yeyishga edik, shuncha narsani qaydan tuylaymiz endi? Mana, Sashka. Xush kelibsan, dobro pожаловать. O'zimiznikilar qoq ketayotgan ekanda. Voy, bля, Sash, men senga aytuvdim faqat ruscha gapir deb. Qochdek, Sashka. Ay, bля, Furi, qaydan ham senga ishonib bilan kirib pirashka yeganimiz yaxshi edi. Muncha noliysan, Sashka. Zapomni, kut bo'lib qolsang ham chiroyli yasha. Men ketdim, qo'llarni yuvganman. Idishto'g'ing yuv. Undan ko'ra qaytganim yaxshi edi. Alyo, Jamshid, Diyatkorning ustaxonasiga kelgan zapchastlarni sotdim. Pullarini olib, qizil Jigulini sideniyasini tagiga qo'yib qo'ydim. 1-2 kun tinchigandan keyin borib o'zimiz hal qilamiz. Tushunmading, gap bo'lyapsanmi? Всё нормально, братан. Ноги поднимите, ноги. Ishingni qilgin, ishingni qil. Xo'p. Tushundingmi gapimni? Davay. Sashkajon, menda bitta plan bor. Yo'q, Furijon, menga planlarni kerak emas. O'zi senga ishonibman, shu ahvolga tushyapman. Короче, men boshliq bilan gaplashdim. Men shu ishga kiryapman, posudamoyka, ishlayman, pulni olaman, uyga jo'nataman. Voy, senga munchagina xurasqanti berib qo'ysa, ertalabgacha yalayotasan. Sashka, nahot seni orzuing yo'q, ballaringda olim ma'lumotli qilgin kelmaydimi? Malibuda hamsiyalaring ilta yurgin kelmaydimi? Oilang bilan Dubayda, Malayziyadami dam olgin kelmaydimi, Sash? Bu dalbayoq pasudamoyka yuvaman deydi. Menga qara, hamsiyalaring sendan qayda ishladi, Sashka desa, pasudamoyka yuvdim deysanmi? To'g'ri aytyapsan, Furi. Конечно, men shu paytgacha to'g'ri gapirganman. Короче, plan bor. Qisqasi, o'sha avtoservisga boramiz, pulni olamiz, qaytamiz. Plan zo'rmi? Ay, Furi, qara senga ishonaman men. Oldimga tush, tez. Yurishlar bilan. Qodir Ali, tez hayda, tez bo'l. Shu yana qayerga? Ufullama, bala, oyog'imda trashina hali ketgani yo'q. Hozir Ximki ruchnoy vokzalga haydaysan, Datkolni garajiga men o'zim yo'lda tushuntirib ketaman. Tushundingmi? Yo telefon qilsanmi, Sashka? Telefon qilaymiz hozir. Bo'ldi demada tezsiz hayda. Furi, to'shin shu garajmi? Sashka, men hech qachon adashmayman. Точно ana shu garaj. To'xta, Qodir Ali, to'xta. Senga katta rahmat. Xizmatlaringga rozi bo'l. Mana bu pasporting. Bo'ldimi aka? Udumningni qilak. Seni rag'batlantiraman men. Mana. Qanga olasan. Bu safar telefon qilgan payt bittaga ko'tarib qaytib kel. Tushundingmi? Bo'lmasa Sashkaga aytaman. Milisaga telefon qiladi. Tushundingmi? Merci, ehtiyot qil. Qodir Ali, bo'pti. Nasiga aziz. Rahmat, Qodir Ali. Men adashmayman. Xullas bolalar, garajda narsa yo'qolganligi sababli o'sha zararni qoplash kerak. Boshliq aytgandek 3 oy bepulga ishlab berasizlar. Tushunarlimi? Xohlasalaring ham, xohlamasalaring ham shu. Kimlarga o'g'irlashib ketadi, biz nima uchun bepul ishlaymiz ularni? Boshliq shunday dedi. Короче, я все сказал, идите работать. Tushunarlimi hammaga? Aydan bilay. Здесь кто-то есть? Нет. Здравствуйте, товарищ. Как вас? Дома как? Бабуля как? Кто-то как? Корова молоко дает? Все нормально? Вы кто такие? А мы рабочие, работать хотим. Что умеете делать? Мы все, что умеем. Электромонтер, художник, газосварщик, электромонтер, отмотка, фестер, слесарь, панджакаш, анджуа. Все, что умеем. Что он говорит?
Мне, короче, это автосервис, работает очень, да, автослесарь. А, все, понял. Лук оформляет. Спасибо вам большое, огромный. Будьте счастливы. Что? Bo'ldi bolalar, pasportlar belgilab bo'lsin, registratsiya qilamiz. Pasport? Pasport, hozir pasport bor mana. Menga qara, bu yerda hech kimga pasport berma. O'zi Marat nima joyga bo'lgan yetadi. Ertaga sizga pasport ketirib beramiz, hozir registratsiyaga beruvdik-da. Pasportni ertaga ketirib beramiz, xo'p? Bo'ldi bolalar, ishni boshlaymiz. Rahmat. Menga qarasan, datkolani shu bo'lsa kerak. Men sizni ertaga ko'zingizga ko'rsataman. Ketirishni boshlang. Ketar, men shu yerdaman. Bir diskoda bir bardaman. Men bahorda yozdaman. O, disko bar, nima qilyapsan? Ulug' master aytib, bamper zatishga qilish kerak. Sashka, biz bu yerga ishlashga kelganimiz yo'q. Pulni topib, olib ketish kerak tez-tez. Furik, o'zing planlaringni men aralashtirma. Menga ish yo'qdi, men ishlayman, tamom. Tur. Sashka, umni o'ylab ko'r. Pulni olish kerak, ketish kerak, boyib ketamiz. Katta garajda qaydan topasan? Hozir hamma obedga ketgan payti isquvar itga o'xshab qidirib topasan. Tushundingmi? Tez oldimga tur. Furik, shuncha moshin bor, qaydan topasan? Sashka, fas. Men mana yerda o'tiraman. Ana nada qildi. Yerdan yo'q. Ha, topdingmi? Menga qara, tvar. Nima uchun men izlashim kerak? Lekin pap bo'lamiz pulda. Menga qara. Pulni topgan kim? San? Dava qidir bo'lmasa. Yig'layam yo'q. Sizlar Sashka qaysidir mashinada bo'lish kerak. qaysida yo'q. Obed payti nima qilyapsizlar bu yerda? Ulug' master, ozroq bir yutalib keng, odam qo'rqib ketdi-ku. Qachongacha biz garajda shpakulovka qilamiz? Bizlar ham mashinada motordan kirib, gulshtirdan chiqishimiz kerak. O'rganyapmiz. Texnologiya o'rganyapmiz. Texnologiya o'rganyapmiz. Mayli, molodez, tezroq obedga boringlar, bo'ptimi? Rahmat. O'zingga o'sha yarmangni. Men pulni topsam, kechqurun shashlik yeyman. Ulug' master. Furik, sal qolqoz pulga ushlamaylik-da. O'zi shu garajmi, shu mashinalar yo'qmi? Bala, Sash, esladim. Qizil Jiguli devdi-ku, bala. Mana, agon. Menga qara, Sashkajon, mashinada yechintirib, ichagini chiqarib tashladi. Davay, ketdik. Furik bo'ldi, topdim, Furik! Dushmaniyatga baqirma, ovozingni butun Moskva eshityapti. Qo'yningga sol bo'ldi. Yur garajga, tez. Bu yerda necha million bor? Men kursni tushunmayman, lekin juda ko'p pul bor. Sash, menga qara. Bu pullarni ko'z qorachig'ingda ehtiyot qil. Men kelaman, tushundingmi? Bir joyga borib kelay. Shu paytdan ketasanmi? Surpriz. Sen mana bu ushlab tur. Men hozir kelaman, tushundingmi? Ulug' mastering so'rasa, hozir bu yoqqa ketgan. Labidan pardozidan netayman. Banketni sizga yig'ishtir. Men saunani gaplashdim, diskotekani gaplashdim, mokyonchalar gaplashdim. Bugun yibichar gudet qilamiz. Bor pullarni olib chiq. Qanaqa pullar? Tupitsa qilma. Bugun topgan pullarimiz qani? Bor olib chiq. Furik, men tushundim u pullar qaydan kelib qolganini. Men to'g'ri tushunib yetuvdim. Sashka, asabimga tegma. Pullar qani? Bugun ertalab servisga kelgan paytimiz master gapni e'tibor qilmadingmi? 3 oy bepul ishlab berasizlar. Xo'p, nima qilay shunga? Men bachchalar bilan gaplashdim, menga hammasini aytib berdi. Bu yerda ishlagan ikkita tvar noshko'rlik qilib shu yerdagi zapchastlarni sotib
pullarni o'g'irlamoqchi bo'lgan. Endi mana shu ikkita gnida deb qarindoshlarimiz uy-joy bepul ishlab berish kerakmi? Men chidolmadim. Ularning ham oilasi bor, bola chaqasi bor. Shuncha musofirda yurib tirikchilik qilyapti, mehnat qilyapti. Qisqasi, halol ishlagan pullarni qaytarib berdim. Voy, mehribon farishta Sashka Petrovich dalbo. Nahotki bir pachkasini olib qo'ymading, Sash? Yo'q, Furik, u pullar bizaniki emas, tinigacha qaytarib berdim. Mana qadrdonlar, halol ishlagan pullaringiz. Mana shu pullarni beraman. Faqat 3 oy ishlab berasizlar. Mana shu pul bergan dadkol bilmasin, haymi? Davay, pоработа. Или Yo'q, undan ko'ra halol ishlab pul topamiz. Yo. Sashka, men juda ko'p mashina o'shatganman. Tajribamdan kelib chiqqan holda aytaman, buni gishiktirib ketgan. Dalbo yo'q, yeri motor yo'q. Ha, motor yo'qmi? Bo'lmasa aybi aniq. Motori ketgan. Dadkol, anavi ikkita o'rin topdik. Sashka, hut bo'ldikmi deyman-da.